analiz tashladimki, hozir shu tashlagan analizimni ham anaqa tushuntirib beraman. Xo'p, aka, bay dedim, 37dan beri zaps bo'ladimi? Bo'ladi. Zonani nimaga asoslanib oldingiz, aka? Yaxshi savol, hozir tushuntiraman. Aka, bugun ko'pchilik stop oldimi? Bilmayman. Endi 91 ga tushadimi? Aniq. Ustoz, bugun nima sabab ko'pchilik sel oldi? Qayerdan olyapsizlar sel oldi? Nimaga ko'pchilik sel oladi? Aka, necha pul bilan kirish tavsiya etasiz bozorga? Agar faqat valyutalar bilan ishlamoqchi bo'lsangiz, $100 ham yetadi. Golddagi hozirgi holatni tahlil qilaylik. Конечно, hozirgi holatni tahlil qilamiz. Tashladim, hozir shuni asoslab tushuntirib beraman. Pastga kelsa kerak deb o'ylayapman. Pastda support tashladim kanalizda. Bolalar mana shu yerga kelsa kerak deb o'ylayapman. Selga baribir. Assalomu alaykum. Hozir ko'rsatgan zonangizga sel tushsa, zonani buzib o'tsa buzsa, lekin buzolmasdan bitta yana atkat bo'lishi mumkin. Xo'p, SNR tasdiq, o'zi tushundim savollaringizdan. Xo'p, aka, tillarda faqat SNR bilan ishlasa bo'ladimi yoki boshqa strategiyalar ham ishlaydi? Boshqa strategiyalar ham ishlaydi, SNR yaxshiroq filtr. Xo'p, tasdiq olishni o'rgating. Yaxshi fikr. Xo'p, tasdiq olish, zona olish, analizimni ko'rsatib tushuntirish. Xo'p, okey, 100 punkt orasida narx yurishi sababi nima? Xo'p, buni ham tushuntirishga harakat qilaman, Umarxon. Tasdiq olish o'rgata olasizmi Goldda? Albatta. Xo'p, guruhga tashlayman. Nima uchun buni support zona qilgansiz? Yaxshi bo'lakan, bo'ladigan normal savol berishadi. Nimaga stop loss ko'pchilik bugun oldi ustoz? Ayb bizdami yoki market maker? Brokerlaringizda bo'lishi ham mumkin. Hozir sel kirsa bo'ladimi? Oddiy kanalga ham strategiyalar o'rgating. Valyutalarda ishlashni o'rgating. SNR. Nimaga stop olyapsizlar? Bitta hozir ko'rib chiqamiz uni. Ehtiyot bo'lib ishlatib, bir aytadigan gaplarni aytib olaman shularni ham. Kichkina testda ko'rsatib bering. Xo'p. Kechaga nima modelcha yoqdimi? M3dagi takoy modelcha bay uchun xuddi qanday ko'rsatdik. Jack xuddi shunaqa yo'nalish bo'yicha ketdik-ku. Shu modellardan hozir ko'rsatib o'taman bir ikkita qilib. Hozirgi analizga urg'uni beramiz. Nimaga VIP kanal bay dedingiz, sel dedingiz? Assalomu alaykum. Valyutada judan ishlashni o'rgating. Sel ishlasak bo'ladimi? Beka gap yo'q. Bunda tushuntirgan orqali men tilla bilan do'stona muloqot o'rnatdim. Malades. Aka, siz stop bilan ishlaysizmi? Или bezbetga qilib qo'yasizmi? Uje shu qiziq menga, aka, o'qish degan umiddaman. O'qiyman albatta. Men stop losssiz ishlayman va narx yurishiga sirazi bezbetga olib qo'yaman. Ochiqchasi stop losssiz ishlayman. Buni endi ko'p sabablari bor stop loss ishlashimni, lekin qarab o'tiraman. O'zimga primerni zonam bo'ladi, o'sha yerda yopaman. Ko'p sabablar bor, ularni shart emas deb o'ylaymancha bilishingiz. Tasdiq olib stop loss qo'yishni o'rgating. Okey, nimaga VIP kanal bay dedingiz? Men qayerdan bilaman VIP kanal nimalar deysiz, aka? Valyutada qaysi 4 martadan 5-marta yozdingiz. Qayta o'qiyman. Oddiydan ishlashi Fibonacci tushuntiring, aka. Fibonacci'ni ham ko'rsatib o'taman. Yaxshi fikr, hozir Fibonacci'ni ko'ramiz. Xo'p, akang bayanak javob dedi. Hozir aka, bozorga tushunish qiyin bo'lyapti, shunga tushuncha berib o'tmasangiz umumiy oltinga. Hozir umumiy bir tushuncha beraman. Umumiy bir sizlarga oddiyroq qarashni maksimal darajada o'rgataman. Aka, bu yoqqa xavfsizlikda baymi, dalish selga ketadimi? Razvorotni shpilgadan usha olishni o'rgating ustoz. Endi tillarda shpilgadan kira olmayman baribir, o'zim ham kam bunaqa vaziyatlar. Valyutada endi problem emas, shpilgadan kirsa bo'ladi. O'rgatib qo'ying, minus ko'p bo'lyapti aka. Assalomu alaykum ustoz, kommunikatiga gap yo'q, rahmat, bor bo'ling. Qanaqa qilib siz bilmaysiz kim boshqaradi kanallarni? Mani kanalimni shundoq gapiring. Sani kanalingda bugun bay berding yoki sel berding, shu stoping oldi deng. Kanal deysiz. Bu kanalda men boshqacha tushundim-da, to'g'ri gapiring. Keyin ham VIP kanalda men signalda o'tirmayman. Bu yoqda o'zim o'quvchilarim bo'lib o'tiradi. Meni e'tiborim faqat communityda ko'proq. Okey, Fiboto'siz tepani ham ko'rsatib beradimi? Ovozdan sel kutsa bo'ladimi? Xo'p, kirish qanaqa ustoz? Aka, bilan kursingiz bormi? Xo'p, naverno yaxshi. Demak, savollaringizni o'qib chiqdim.
Hozir bitta o'chirib turaman временni va keyin yana yoqaman. Yana savol javoblarni qanaqa boshlasak bo'ladigan joy qayerdan o'chirardi? Разрешить отправить сообщение, сохранить. Tamam. Yaxladi menimcha. Xo'p, ijagi gap yo'q, shedevr. Hamma tillarda stop olganlar shu yerda-yu. Xo'p, valyuta parasida strategiya o'rgatib ustoz kitob 2009gacha. Xo'p, demak, kattalar ko'rib chiqamiz. Yaxshi, bugun nimalar bo'ldi va nimalar bo'lishi mumkin? Dillamizda shular haqida gaplashamiz. Bizaga bay kirishimiz uchun ham asosimiz bor, sel kirishimiz uchun ham asosimiz bor. Demak, shularni ko'rishga harakat qilamiz hozir. Qaysi kunlar foyda va boshqa hamina kanal banaysta, bachodaman banaysta, kimcha guftashdas. Bundan önce gap fandashdi. Mana sizlar uchun admin bilan gapirib qo'ydim. Xo'p, demak, qaraydigan bo'lsak, kattalar, prosta oddiy analizlardan kelishga harakat qilamiz. Xo'p, range, ya'ni range bozorda hammamiz bilamiz. Hozir men sizlarga pastdan range ishlaganini ko'rsataman va mana bu kelajak sizlar tushunib olasizlar. Qarang, ya'ni rangedan bozorda qanaqa foydalanishimiz mumkin? Xo'p, biz H4 time frame'da turibmiz. Misol uchun biz ko'ramiz, eng yaqin resistance ko'ramiz bozorda. Va mana shu resistanceimiz uchun support vazifasida kelgan qayer? Mana shu yerimiz. Bizda support vazifasida kelgan ekan. Demak, mana shu territoriya ham bizda range holati va range territoriya desak bo'ladi. Xo'p, ya'ni bu nima degani? Tepaga chiqamiz sel, pastga tushamiz bay degani. Bu yerda ham xuddi shu holatni kuzatishimiz mumkin edi. Qachonki impuls bilan yorganicha. Mana shu sababdan sizlarga ko'proq aytamizki, to'shto akalar, ukalar, tasdiq degani mana shu, ya'ni tasdiq degani narx o'zi e'tibor beringlar, faqat rangeda yuradi. Libbochasiga narx rangeda yuradi. Biz o'zi aslida сделкаga kirishga, ya'ni bozor yo'nalishini ushlashga harakat qilamiz. Mana shu bozor rangedan chiqqan vaqtida. Misol, men сделкalarimni tashlayman-ku, ko'rsangizlar o'sha nuqtalarga e'tibor bersangizlar, uchidan kirilmagan сделкalarim. Misol, mana bu yoqdan kirgan bo'laman. Nimaga? Chunki tasdiq kutaman-da. Tasdiq nima degani bo'ladi? Ya'ni hamda ko'rinishda bo'ladi bizga deylik bozor. Chunki hali bu kelajak ko'rmaymiz. Bizda range zonani xuddi shunday ko'rinishda oldik va bizga xuddi shunday impuls bilan yorib qo'ydi deyilgan H4 va H1 da xuddi shu holat ishlaydi. Shundoq bizda yorib qo'ydi deylik. Yorishiga keyingi switchadan bayga harakat qilamiz. Qo'rqmasdan yorgandan keyin sirazi keyingi switchadan bayga harakat qilsak bo'ladi. Nimaga desak, chunki bizda take profit ham aniq va stop loss ham aniq bo'ladi. Hozir uni ham asosini o'rgataman. Ya'ni range ichini ko'ramiz. Range ichi bizda примерно 500 punkt degani va bu nima degani? Rangedan chiqdi narx 500 punkt tepaga yuradi degani. Va rangedan chiqqandan keyin skoro bizda impuls kuzatsak bo'ladi degani. Ya'ni kirgan сделкамizda impuls kuzatishimiz mumkin. Va bizda сделкамizning, ya'ni stop loss'i aniq bo'ladi. Ya'ni u qayerda bo'ladi? Xo'p, hozir ko'ramiz buni. Ya'ni bizda yorib o'tgan switcha, yorib o'tgandan keyin yangi ochilindi switcha, yangi ochilingan switcha, xolasangiz yangi ochilishiga kirasiz, xolasangiz eng yaqin retestdan kirasiz. Ya'ni eng yaqin retest yorib o'tdik. Yangi ochilingan switchadan birinchi kelgan retest, ya'ni mana shu nuqtaga retestga keldik va biz mana shu nuqtaga retest kelganda mana shu uchidan kirishga harakat qilamiz. Shunda bizning stop lossimiz prosta salgina pastroqda bo'ladi, ya'ni kirgan nuqtamizdan 40 punkt pastga qo'yasiz bo'ladigan joy stop lossingiz. Примерно kirgan nuqtangizdan 40 punkt. Agarda swishnoyda, misol o'quvchilarim biladi, swishnoyda kiradigan bo'lsak, o'zi asl qoidasi bo'yicha bizda o'sha yorib o'tgan switchani minimumi stop loss bo'ladi. Ya'ni mana shu minimum o'zi. Endi bu yerda biz H4 da tushunishimiz uchun sistemani ko'ryapmiz. Stop loss 90 punkt ko'rsatyapti. Atak H1 da yoki M30 da M15 dan tochka o'qoda qiladigan bo'lsak, bizda stop loss yanada kichrayadi. Endi sizlar strategiyani tushunishingiz uchun xuddi shunday tushuntiryapman. Qiziq emas, strategiyani tushuninglar, stoplar qayerda bo'lishini tushuninglar, aslan keyin stopni kichraytirishni o'zlaringiz tushunib olasizlar. Xo'p, deylik bizda yorib o'tgan mana shu switcha va retestga kelgandan keyin kirishga harakat qilamiz. Bizda stopimiz примерно 90 deylik va bizda anig'i, ya'ni mana shu oraliq 500 punktmi, mana shu oraliq 500 punktni o'zi ushlasak bo'ladi. Lekin biz aniq bozordan qancha olib chiqib ketamiz? O'rtacha 100 punktda biz chiqishga harakat qilamiz. Va bizda bezatkat birinchi ko'tarilishimiz o'zi mana 330 punktga teng ekan. Tushunarli? Bu shunchaki rangedan chiqishdagi holat. Mana rangedan chiqib tasdiq degani mana shu bo'ladi. Mana shu narsa eslaringizda qolsin. Ya'ni yordik, yorganimizdan keyin tepada switch ochilindi
Bo'ldi, yangi ochilgan switchani retesidan kirib olamiz boyaga. Tushunarlimi? Qo'rqmanglar. Birinchi откат ushlasak ham o'zi katta gap. Ya'ni to'g'ri, birinchisida bitta yorib turib, keyin pastlarga tushib ketishi mumkin. Hozir uni yana ko'ramiz istoriyadan ham, ketayotgan bozordan ham. Faqat birinchi degan qoida bor bizda. O'sha birinchi yorgandan keyin o'sha birinchi sraz сделкаga kirsak откатdan, biz o'sha сделкamizni foydada yopib chiqib ketish ehtimolimiz yuqori har qanaqasiga. Demak, 300 punktlik holat. Endi обычный trader ko'zi bilan qarashga harakat qilamiz. Такой shu holat, u yorib o'tdi, u retest bo'ldi, u davom etdik. Tushundingizmi? Bu обычный trader ko'zi hisoblanadi. Ya'ni yorib o'tdik, retest qanaqa ko'radi? Mana bunaqasiga ko'radi retest. Hech kim ham retestni mana bu yerdan ko'rmaydi. Balkida ko'rishi mumkin. Shunaqa ko'rsa to'g'ri yo'nalish. Bu ham to'g'ri yo'nalish. Ya'ni bu ham globalniy retest, lekin eng yaqin retestdan kirish bu bizga optimalniy variant hisoblanadi. Tushunarlimi? Вот, mana shu. Endi xuddi shu holatlarni davom etamiz. Ya'ni range holat. Endi ko'radigan bo'lsak, resistance support vazifasiga o'tdi, lekin hamma joyda ham endi bu qulay kelavermaydi. Lekin ko'ra bilsak bo'ldi. Xo'p, endi bizada support, ya'ni shakllanish supportimiz bor. Support o'zi qayerda shakllanishi mumkin edi? O'zi taxmin ham qila olardik resistancedan deb, taxmin ham qila olardik. Support shakllangan, chizib o'tirmaymiz va bizga resistance kerak. Endi resistance olamiz. Xo'p, mana shuni ko'rinishda primerni bizda deylik. Mana bu resistance. Endi yana range zona bo'ldi. Prosta ko'rib bilinglar ko'zingiz bilan bo'ldi. Bozor shu range ichida yuradi. Undan ziyod narsani o'zi yo'q bozorda. Qaraydigan bo'lsak 260 punkt va mana yana xuddi shu sistema yorib qo'ydi. Yorib qo'ygandan keyin keyingi switchani kutaman, retesini kutaman shu yerga. Ya'ni keyingi switch kutdim, kelmadi, keyingisi kutdim va nihoyat keldi. Kelishiga men selga kiraman. Yorib o'tgan switch shu bo'lgani uchun shundan sal pastroqqa stop tushiribroq qo'yaman. Yorib o'tgan switchani past bo'lish kerak. Endi asnola bu deydik. Hozircha sizlar shuni tushunaveringlar, shu switchani pastrog'iga stop loss va biz kirganimizdan keyin mana uchidan kirishga to'g'ri kelyapti. Va undan keyinga kirganimizdan keyin bizda switchalarni, ikkita switchani o'zi 300 punkt. Ikkita switchani o'zi bizga mana shu range'imizni ichchalik yurib berdi. Buni qo'yinglar buni. Bu keyingi daraja. Bu yoqlargacha ushash bular u kenguruylar hisoblanadi. Hatto shu yerdan kirib ikkita switchani ushlasangiz ham 260 punkt primerna. Ya'ni range'imizning ichi qancha edi? Range'imizning ichi ham primerna 260 punkt va kirgan nuqtamizdan sразу ikkita switchani o'zi bu. Ya'ni kirdik, 1, 2, ikkita switchani o'zi 260 punkt. Qo'yinglar bu switchani, bularni ushashlarni qo'yinglar, ularga keyingi daraja, ularga keyin yetib kelamiz. Ya'ni range'dan chiqishiga kirish. Yasna. Davom etamiz. Xuddi shu ko'rinish. Endi mana buni ham biz range deb olsak bo'ladimi? Bo'ladi, вообще xatosi yo'q. Eng chiroyli va to'g'ri range mana shu. Hop. Demak, range yana H4 da turibman. Xo'p, qaraydigan bo'lsak, yana range. Yaxshi, range bo'lgani yaxshi. Bizga yorgan tarafiga shuncha punkt ushash ehtimolimiz yuqori deganda, ya'ni 210 punkt deylik, 200 punkt degan. Endi qaraymiz. Range bizada yorib, yopilmadi. Tushunarlimi? Narx pastda yopildi. Shu uchun switchani kutinglar. Tasdiq degani shu, ya'ni tasdiq mana bu yerda aldamchi bo'ldi. Siz kutib o'tirardingiz. Bu switchani misol bilmaysiz, hali yopilmaganicha, to'g'rimi? Yorib qo'ydi. U yordimikan, nima qilsam ekan deb o'tirmang endida. Shu yordimi? Yorsa ham farqi yo'q bo'lsin siz uchun. Kuting shu switchani butun bo'lib tepada yopilishini. Tushunarlar? Как mana istoriyada qanday yopildi? Misol uchun yordi, mana tepada yopildi, mana bu switchlar. Tushunyapsizlar? Bu xuddi shunday bo'lsa, mana bu yerda mustasno holat, fake out. Mana bu yerda bizani stopimiz va bizga barroqroq baykirishimiz uchun sabablar, deylik, sababcha bergan. Tushunarlimi? Ya'ni bu holatda bozorda takrorlanadi. Buni bilishimiz kerak. Bu holatdan keyin o'zi сделка qilish yaxshi, uni keyin tushuntiraman. Xo'p, demak bizada yorib qo'ydik. To есть yorib qo'ydik, lekin narx pastda yopildik. Tushunarli? Endi davom etamiz. Range olingan emas, to'g'ri, chotki davom etamiz. Keyingi range ham pastda yopilindi, ya'ni switch ham hali endi yana nima qilamiz? Kutasiz, yana kutasiz. Ilojimiz yo'q. Сделка qilishimiz uchun kutishimiz kerak. Bozorga kirdingiz, сделка qilish kerak degani emas. Misol community'mda yangilar bor. Community'ga kirdim degani ular minutda сделка qilsam kerak deb o'ylaydi. Bunaqa emas lekin. Tip bo'yichasiga tez, korotkий сделкаlar bo'ladi. Kirasiz, chiqib ketishingiz kerak bo'ladi. Tushunarlimi? Glavnisi bozorga bermaslik, bozordan olish. Tushunarlimi? Вот, endi kuzatamiz. Keyingi switchni kutdik. Вот. Bo'ldi. Keyingi switch yopilindi tepada. Tushunarlimi? Bo'ldi. Tasdiq mana shuni o'zi bizga. Juda ham xursand bo'lsak bo'ladi. Tasdiq berdi.
va mana shuni RTSdan harakatlansa bo'ladi yoki yangi ochilgan switchadan harakatlansa ham bo'ladi. Endi yangi ochilgan switchadan qanaqa harakatlanaman desangiz, bu yoqqa misol yorib o'tgan switcha mana shuni o'zi, chunki bizada fake out bor, shuni hisobiga siz haqqingiz bor, mana shu switchani maksimumni olasiz. Misol uchun tanasi bilan oling, mayli. Tanasi bilan maksimumni olasiz. Shu maksimumni yorishiga switchani bay olasiz. Resistancening o'zi stop loss bo'ladi. Nimaga endi bu yerda resistance stop loss bo'lyapti, takoy switchani tegi stop loss bo'lmayapti deydigan bo'lsangiz, bizada bir marta fake out borligi uchun bir marta resistancening o'ziga stop loss qo'yib kirib ko'rishga haqqimiz bor. Nimaga? Chunki narx fake out berdi, ikkinchi marta yana kelish ehtimoli pastroq RTSga. Balkida kelar, garantiya yo'q, lekin pastroq degan narsa bor. Tushunarli? Bu davom etamiz. Endi xuddi shu switchani misol maksimumni oldik va bitta switchani o'zidan bizaga 230 punkt, ya'ni shu range'imizga o'zini oqlab berdi. Range qancha edi? 210 punkt edi. Range'dan chiqishiga kirdik 235 punkt. Tasdiq bilan kirish bu. Kutasiz kirasiz. Misol uchun men sizga o'rgatmayapman-ku. Okey, misol uchun yorishiga bay oling demayapman-ku, to'g'rimi? Yorgandan keyin tepada switch yopilinsa, keyin kirasiz to'g'rimi? Va bizada mana yordi, pastda yopilindi, yana pastda. Bu ham nima qildi? Bu ham tipa yordi, lekin pastda yopilindi. Nima qilaman men? Men железный yopaman. Men dальше kutaman. Yana bitta switchani kutaman, tepada yopilindi. Okey, yasna. Endi men harakatlanaman. Switchani maksimum yorishiga bay olaman. Shunday switchani maksimum yorishiga bay olaman. Men uchun resistance stop loss vazifasida keladi va bitta switcha impuls. Mana bu base prosatga ishlash deyiladi. Shunday kirishingizga bitadi. Bu fake emas. Men ko'p zerkalarim shunaqa zotan kuzatsangizlar, misol impulsga kiraman men ko'proq. Chunki men strategiyam bor. Mana sizga strategiyam o'ndan birini o'rgatyapman-da. Xo'p, demak davom etamiz. Endi qaranglar. Xo'p, bizda yana globalniy range. Uje tushundinglar kelajakda. Uje tushundinglar, krasavchiki. Misol uchun mana 3 ta istoriyada tushuntirdim, uje kelajakni tushundinglar. Xo'p. Nima qilamiz? Nima qilamiz bu yoqda? Endi-chi, bu yoqda ham uje tushundinglar. Biz bilamiz to'lqa buni. Qaranglar. Narx shu yerdan buy, ya'ni shu yerga kelsa yana buy olamiz, shu yerdan sell, shu yerdan buy, shu yerdan sell, shu yerdan buy. Prosta shu ideya. Prosta shu. Endi oddiy ideya. Endi davom etamiz. Endi biz qachon zelkaga kiramiz ekan? Uje sizlar tushundinglar. Yorib o'tadi switcha butun bo'lib. Shas. Ya'ni butun bo'lib bizada switch tirs yorib qo'yadi tepaga. Yorgandan keyingi switchadan harakatlanamiz. Tamom. Fake out mana bu yerda endi fake out bo'lmagan, ya'ni mana bunaqa fake out deyiladi. Bunaqa fake out bo'lmagan. Shu uchun agarda bizada maksimum yorilsa, qaranglar, bitta e'tiborli bo'lamiz. Shu uchun bizada maksimum yorilsa, shu maksimum yorib tepada switcha yopilinsin. Shu yopilingandan keyin yangi ochilgan switcha retesga kelishiga biza bayga harakatlanamiz. Pastrog'i, jicha pastrog'i bizada stop loss va undan keyin biza mana bunaqa impulslarni ushlaymiz ekan. Dalish. Tushunarli? Вот, endi tilla ehtimoldan xoli emas, chunki range'da faqat bayga yorib harakatlanyapti. Demak, 3 marta ham mana yana kutsak bo'ladi, bayga yorsa bayga harakatlanishni, ya'ni range'dan chiqishi. Endi qaraylik, bittalar bizada agar range'dan chiqsak, tillalarimiz prosta hisob kitob necha punkt yurishi mumkin. Aniqini hisoblaymiz. Nima deylik 570 punkt degan bizada range juda ham zo'r range bu. Endi bayga yorish ehtimoli yuqorida baribir range'da, chunki o'zi trend bayda-ku. Selga endi ozgina qiynalamiz. Xo'p, deylik bayga yorganimizdan keyin 500 punkt degan deylik. Primerna mana shu yerlarni olsak, вот. 2988 mayli, ozgina ko'tarib qo'yamiz. 2990. Очень скоро. Son deb yozadi-ku, xuddi shunaqa. Yaqinda 2990 ni ko'rish ehtimolimiz bor ekan. Zotan endi raqamlar bo'yicha 5 ham olsak, misol uchun mana 2990 va 2995 bizada buy uchun bu take profit. Agar pastlardan baylaringiz o'shasanglar bo'ladi. Zotan menda ham baylarim bor, pastlardan ushlab turibman. Xo'p, mana ideyani tayyorladim, ideyani tushuntirdim, kirishni ham o'rgatdim. Endi bir prosta chayna berdim, endi yutishni o'rganinglar, xolos. Qo'pol qilib aytganda. Xo'p, endi MetaTrader'dan o'sha Fibonacci'ni ko'rsatib o'taman sizlarga, ya'ni Fibonacci qanaqa holatlarda Incoming mail. ya'ni qanaqa holatlarda ishlab bergan va takoy ishlab berish ehtimoli borligini ko'rib chiqamiz ekan. Demak, bu meni Fibonacci'm. Hop, legenda qilib yurgan bolalar sistemani qanaqa foydalanish aslida mendan ko'rganda bo'ylayman, chunki men foydalanaman bunaqa Fibonacci'dan 2020-yildan beri. Chunki bu bolalar 20-yilda trader bo'lmagan. Hop, keyin qaraydigan bo'lsak, meni urug'larim bu 388 ni yorib qo'ygan, ya'ni
388 yorib shunga reytingiz. Men hammasini ko'rib turganman, faqat kontrolda ozgina ehtiyot bo'lish kerak baribir. Qaranglar, mana men kutayotgan uровень o'zi 46-47, 488 edi. Narx unga chiqmadi. Lekin menda endi urovlarim ko'p. Men o'zim bilaman qaysilari ishlash ehtimoli ko'pligini. Endi ba'zilari aldamchi bo'ladi-da. Xo'p, primerni o'zi aslida 3020 aslini olib qaraganda budishmi holat, ya'ni narx o'zi 4000 mana bu narx ko'rib nazorat qilish kerak edi. Birinchi marta ham ko'rmay nazorat qildi, ikkinchi marta ham bitta atkat ko'rmadi. Demak, bu narx skora impuls bilan yoriladi. Bu demak maksimumlarni narx skora impuls bilan yorish ehtimoli bor, yo'q emas. Va bu impuls bilan yorgandan keyin budishmi, yana balki men bilmayman, balki yana bir hafta vaqt olar, balki yana 2 hafta vaqt olar, я не знаю, точно я вам не могу сказать, lekin aniq bilaman, to что bizada 3020 ga skora budishmi keladigan hol. Balki bugun ham kelishi mumkin, tilloga. Hech nima emas, chunki o'zi 500 punktlik range pashti plus minus 3090 larga to'g'ri kelyapti. Endi bu yoq yana 100 punkt hech narsa emas. Tushunarli? Shu uchun 3090 2990 ga to'g'ri kelyapti. Ya'ni bu yerdan 3020 ni ko'ramiz Fibonacci'da. Filtr. Xo'p, 2990 ni bu yoqdan, ya'ni 100 punktlik oraliq bilan yana take profit teparoqda ekan. Shunaqa gaplar o'tdilar. Qalay bil. Tushunarli mavzu. Oson, hech qanaqa qiyin joyi yo'q. Prosta tuyib turib, meni misol uchun bugun uchun delkam yo'q. Lekin signal kanalga bayt berilgan misol uchun. Xo'p, hozir ko'rsataman signal kanaldagi holatlardan. Xo'p, kechadan kelishga harakat qilamiz. Signal kanalim bor. Prosta signal kanal kimlar uchun? Signal kanal o'z fikriga ega bo'lgan shaxslar uchun. Signal kanal, ya'ni sizni boy qilmaydi, siz o'zingiz analizingiz bor. Prosta signal kanalda ija keldi, bir xil bo'lsa kir. Bir xil bo'lmasa signal kanal bilan ishlama. Tushunarlimi? Unaqa $50 deposit bilan signal kanalga kirib, meni ham o'zingiz ham aldamang, radnoymoy. Demak, qaraydigan bo'lsak, eng birda ijani beryapti. Mana admin deylik, undan keyingi holat chiqib ketamiz. Signal kanalga men signal bermayman, men communityda o'tiraman. 40 marta aytganman shu gapni, ham bilinglar. Ishonchli odamlarim signal kanalda o'tiradi. Unda ham misol uchun liboy bitta o'quvchim qo'ygan joyim yo'q. Xo'p, demak, qaraydigan bo'lsak, undan keyin mana bay chiqib ketish kuzatamiz. Bu kechagi o'sha kirish nuqtalari, вот. Keyin o'sha oxirida deltani olib qoldik, mana 100 punkt safe dedik, boshqa dedik. Gold ideyalarni berib o'tdik misol uchun. Va mana bugungi holat. Hozir ko'ramiz. Stopmi, selmi qanaqa bo'lgan, bugungi holat bo'yicha ko'ramiz. Yopamiz hammasini. Вот, хотя сразу ogohlantiryapti misol uchun. Salgina o'sha stopga yaqin borib keldi, chiqinglar bo'ldi deyapti. Atmen order. Вот. Endi ikkinchi marta signal kelyapti bizada. Risk qilmoqchi bo'lganlar yo force. To есть qilmoqchi bo'lmaganlar. Вот. Zato mana 65 punkt yengil o'sha yerdan yana ketdi. Vahima qilmaymiz, hammasi nazorat ostida. Yengil 100 punkt yana bor. Nimaga yig'lashingiz kerak siz menga kirib bu yoqda kommentariyada buy sell bo'ldi. Sabr qiling-da, jonim akam. 1 yil ham bo'lmagan, garantiya beraman-da shunaqa savollar beradigan odamlarga. 1 yil ko'p aytdim. 4 oy ham bo'lmagan. Shuning uchun ehtiyotkorona bo'lib foydalansak, maqsadga muvofiq. Misol uchun mana communityni bolalarni ko'ringlar-da, communityda ham bo'ldi mana chatda kim nimadan gaplashadi bolalar. Endi maqtash kerak emas, communitydagilar ham aybi bor o'zi. Kim nimalarni gaplashadi bor-ku, bittasi bay tashlaydi, bittasi sel tashlaydi, lekin asosiy ideyalar mana. Bizada o'sha beradi. Endi общий chatda nimaga yopmay ushab turibsiz qayunda desiz, общий chatda prosta bolalarni, insonlarni fikri qiziq menga, men o'shani ko'rishim kerak. Shuning uchun ataylab o'zim yopmoqman. Va mana communityda lekin ahvol juda ham kuchli bu yerda. Chunki butun komandani qo'yganman va o'zim borman kontrolda. Главный o'zim borman-da, shu sizlarning to'g'laringiz. 50 punkt safe qilsangiz bo'ladi delingan, kim kirgan bo'lsa hozir foydada maksimalni safe qilamiz. Sразу ogohlantirilgan, misol uchun сделка qilsak, boshqa chiqish maksimum sizlar slip qilmanglar, maksimum stop loss olmanglar. Tushunarlimi? Detalli. Bu ko'rinyapti va endi o'zi kutamiz kommunizmda teparog'ini, maksimumlarni. Endi nimaga uni kutayotganimizni men sizlarga isbotlab ko'rsatib berdim. Endi mendan xafa bo'lmanglar, kommunitiga e'tibor beryapsiz, bizlarga e'tibor pasaydi, unaqa emas. Как положено harakat qilamiz, sizlarga ham e'tibor kuchaytirishga. Просто texnikam yaxshi ishlamayotgan edi pastni время, to'g'rilab oldim uni ham. Вот, bu yerda mana okamiz misol uchun mana sel kirganlar mana. Natijalardan.
Bu yerda %da mana sel kirilgan natijalar. NZDKda misol buy kirganlar. Mana valyutalarda ham bitta dunyoda faqat tilla emas-ku, to'g'rimi? Tilla o'zi bir yaqin 2-3 emas, bir yaqin 3-4 yillikdan keldida tilla. U biz o'rganib ishlab yurganda tillarga biz risk bilan ishlardik. O'sha 002, 003 ochib, kagabishni bu paralarga qanaqa lot ochsak shularga tillaga bitta сделка shunaqa qilib qo'yardik-da. SNRdan keyin malayskiy stildan keyin kirib keldida tilla bizaga. Shu O'zbekistonni pulini qurityapti-da shu uchun. Xo'p, endi %da ham ko'radigan bo'lsak mana. Valyutalar stabilniy yuradi. Valyutada silif qilish ozgina qiyin, aql bilan harakatlansa. Ну, bolalarim malades. Community malades. Krasavchiklarga baxtlash emas. Hammasi chotkada analizlari zo'r yurib beradi bolalar mana kirib chiqishini ko'ringlar. O'zlari ham сделка qilyapti bizga qarab o'tirmasdan. Вот. Misol uchun, alda bo'lmaydi-da bunaqa narsalarda. Nuqta virgul yo'q metatrda misol. Pribl 590 qilgan, 470 kechgan. Bu $700 foyda qilgan. Bu $900 foyda qilgan. 200 dan yengil savdolari boshqa etagdali. Ko'rasizlarmi kattalar? Bular yolg'onchi bolalar emas. Communityda yolg'onchi bolalar yo'q, hammasi smart bolalar. Endi bu menimcha o'zimizni kattamiz bo'lish kerak. Doim. Bu ham real shot. Bu yerda fake narsalar yo'q. Ushlab turilibdi. Bular katta treyderlar. Bularni shu uchun communityga qo'shganman. Bular communityda o'sha ustozlardan bittasi hisoblanadi. Bu natijalarni qaranglar. O'quvchilarim natijasida bu ham chizyapti. Jaki urg'izib beryapti. Bunaqa ishlarni endi biz o'z yozib chiqamiz. Xo'p, %da ham malades. Yengil kirilgan sellarni qarang, ushlab turibdi. Prosta havas qilinglar. Bu reklama tiqishtirayotgan joyim yo'q men bu yerda. Sizlar havas qilinglar, sizlar ham qo'llaringizdan keladi. Misol, shu bolalar ham katta bachalar emas, misol uchun-da. Bo'lsa sizlar qatori bolalar ko'psiz. Mana shu yerdagi bolalar. Endi ichidagi kattamiz. Deylik-da, misol uchun o'zimiz qatori bolalar, siz qatori bolalar, sizdan ham kichkina bolalar mana natija qilib, yo'qdan bu yoqqa qilib yuribdi va kunlik streamlar bo'ladi. Mana sizlar bilan qanaqa stream qilyapman, xuddi shunaqa streamdan maksimal darajada 2 mahal bo'ladi bu yerda, ya'ni communityda kuniga 2 mahal stream bo'ladi. Prosta communityga kirish kerak, o'zingizga 6 oy vaqt berishingiz kerak. Communityda o'zingizni 6 oydan keyin tanimaysiz. Bu garantiyali narsa, chunki bu yerda shuncha men kuchli treyderlarni yig'ib qo'yganman va o'zim borman. Glavnisi qanaqa qilib bu yerda sizlar natija qila olmay ketishingiz mumkin. Bu ozgina qiyin tushunchada, tushunyapsizlar? O't. Ko'rishimiz mumkin mana gold kirilyapti, chiqib ketyapti bolalar. Mayli bu yerdan kirish boshlagan, bu yerdan 1, 2, 3, 4 ta сделка hammasini yopdi shu yerdan chiqdi. Lekin glass nima bilasizlarmi? Ije bir taraflama, ije buymi? Buyga bir marta kirib chiqdi. Hammasi chotki. Va mana bu yerdan ko'radigan bo'lsak, примерно 15 dan kirgan bo'lsa, 25 ta chiqdi, 100 punkt. Bular endi hisob emas, bular endi mayda-chuyda. Mana bu yerdagi hisoblasak 100 punkt. 100 punktlik bizada ideyada ishlandi va community maqsadi o'zi kunlik 100 punkt yopib bersa bo'ldi, o'zi communityga bo'ldi. Kunlik 100 punkt yopsa, communityda hamma rozi. Lekin bizda to'xtash yo'q. 100 punkt ertalab yopamiz, kechga yopamiz, kunduzi ish qilib u yoqdan bu yoqqa qilib kelyapmiz. Yaxshi hozircha. Xudo xohlasa hali ko'p qo'shimchalar kiritaman, ko'p o'zgarishlar kiritaman, communityni ko'paytiraman. Mana 270 ta, 300 tadan keyin narxini $2 qilib qo'ymoqchiman, chunki 300 tadan keyin odamlarni boshqarish qiyin bo'ladi. Shuning uchun 300 tadan keyin shunaqa narx qilaman. Xudoga shukr, o'sha 270 ta odam bor, hammasi yaxshi. Nimaga? Chunki shuncha odam menga ishonib turibdi degani. Bego'ka deb turibdi. O'z xuddi shunaqa kattalar. Demak, kommentlaringizni bitta ochaman, savollaringiz bo'lsa berishingiz mumkin. Undan keyin tezda o'chiraman, chunki zapisimiz kattayib ketyapti. Boshqalar ham zapis ko'rib tushunsin. Xo'p, mana shu go kommentariyaning tagiga yozaveringlar. Qanaqa qilardi bu yerda? Разрешение. Qayerda ko'zim ko'rmayapti. Qayerda ko'zim ko'rmayapti, разрешение bo'lma. Hozir ko'raman. Управление каналом. Yo'q, to'xta. Kanal. Yo'q, bu kanalku gruppaga kirdi, ziloniga. Bu yerdan edi. Aha, zilonidan. Mana. Ana qalicha. Start go.
Demak, Ma'muriy savollaringizni savollar berishimiz yuzasiga. mumkin. Okey, GPGP'da ishlash tavsiya berasizmi? Albatta tavsiya beraman. GPGP'da ham ishlasangizlar bo'ladigan joyi judayam aktual va judayam volatilness yaxshi para. Endi buni o'rganishingizga ham bir minimum 3 oy ketadi, maksimum 6 oy ketadi-da. Endi zo'r ishlasangiz, 6 oyda xarakteriga tushib olsangiz, misol tilla va GPGP o'zida ishlasangiz ham community narxi qancha? Hozirgi kunda $150 narxi misol uchun. Даже buni ichida har kuni kurs bo'ladi, har kuni dars bo'ladi. Bu yerda shuncha treyder ham ishlaydi. O'zingiz o'rgatgan kurs narxi qancha? Ular haqida keyin gaplashamiz. Ahmed aka tanishingizmi? Do'stim bo'lgan vaqtida. O'zingiz o'rgatgan kurs narxi qancha? Community narxi, communityga qo'shilish. Ustoz pay olgan odamlarni xatolarini ko'rib bering. Assalomu alaykum. Tushman, ustoz bugun pay olganlarni ссылкani tashlasa ko'rib beraman endi. Onlayn kurs haqida tartibi bo'ladi. Kurslarga uncha ham qiziqishim yo'qda, communityga qiziqaman. To'g'risi shu uchun uncha ham kurslarni reklama qilmayapman. Lekin offlayn kursliklarga 4 ta joy bor, xudo xolasa bugun kun bo'yi offlayn kursliklarning reklamasini ko'rasizlar. 4 tasi to'lishi kerak. Undan keyin mayli reklama qilmaymiz. Kim imkoniyati bo'lsa offlayn kursligimga kelinglar, okalar, o'zlaringiz shunaqa analiz qilib, o'zlaringiz shunaqa fikrlab ishlab boshlaysizlar-chi, o'ynab yurganlaringizdan ko'ra-da. Bu 29:05 gacha sel kutyapman, nima deysiz? Xo'p, qaranglar, men misol uchun sel kutsam, qayergacha kutaman bilasizlarmi? Xo'p, misol uchun bizada narx kanali ham bor. Narx birinchi bizada maksimumga chiqqan, bu ikkinchi maksimumdan narx tushib boshlayapmiz. Narx kanaldan ham chiqdik. Demak, mana shu kanaldan chiqishimiz davom etishi mumkin. Mana bu yerga chiqibdilar. Bu 2905 hech narsa emas. 05 qani endi? Mana bu yerda. Вот. Nima ko'ryapsiz bu yerda? Endi bu yerda mana buni zona qilib olgan bo'lsangiz kerak-da. Bo'ladi, birinchi zona shu, bular o'tgandan keyin misol uchun mana bu yerlargacha birinchi support, anig'i shu supportga kelib ketdik. Undan keyin bayga ketishimiz mumkin. Ya'ni birdaniga hozir bay ham ketishi qiyinmikan deyman. Lutchi bu mana shu range'da kutganimiz ma'qul. Nimaga desangizlar, chunki range'dan chiqishiga swing trade bo'ladi уже, kattaroq deb qo'shasizlar bo'ladi. Bu birinchi masala va ikkinchi masalamiz esa ya'ni bizada birinchi zonamiz bor. Birinchi zonadan bizga bitta откат bo'lishi mumkin. Ya'ni bugun tem bo'lib bizada juma kuni prosta ssenariylar mana bunaqa bo'lishi mumkin. Shu yerga kelib turib buy, shu yerdan yana sell, keyin bu yergacha kelamiz. Shu bilan bozor yopilib qolsa agar, keyin yangi haftadan davom etishimiz mumkin. Shular ideyalar ko'p. Prosta range ichini o'qinglar. Juda ham yaxshi agar range topib, range ichini o'qishni o'rgansangizlar, unda yanada yaxshi. Unda juda ham zo'r. Hop, 2 oydan beri bog'lana olmadik. Nimaga bog'lana olmaysiz? Admin javob bermayaptimi? Agar hozir o'rgatgan range'da ishlashni valyutada ishlasa bo'ladimi yo faqat tilla uchunmi? Yo'q, valyutada ham aktualniy tema. Funt yenada zo'r ishlaydi va tillada zo'r ishlaydi, butun valyutalarda ishlasangiz ham bo'laveradi. O'zi hamma valyuta tako range'da yuradi. Okey, men o'zim trade qilaman. Juda ham zo'r. Assalomu alaykum ustoz. Va alaykum assalom. Okey, noldan onlayn kursingiz bormi? Narxi qancha? Noldan onlayn kursligim, xudo xolasa, mana offlaynim ochilingan. Toshkent shahrida 4 ta joy bor. Narxi endi adminlarga yozsangizlar kelishasizlar. Ozgina qimmat, lekin vaqt yutqizmaysiz, yillar yo'qotmaysiz. Xudo xolasa o'zlashtirsangiz, oyiga shuncha kursingizga to'lovingizga 2 barobar ishlab yurasizlar. Nasib bo'lsa. Aslbek, tushuntir, Sirojiddin Toshlar o'rgatadi Toshkentga. Kimligini uni. Tamam. Okey, communityda hozir nechta odam bor? Men hali qo'shilmadim. 150 vaqtda qo'shilib olish imkoni boricha. Qaranglar, 270 ta odamim bor. Har kuni 24 ta odam qo'shiladi. Misol uchun mana bugun ham adminda yozib qo'yganlar bor, hali javob bermagan admin javob berib chiqadi. Ular to'ladi, keyin balki 200 bo'ldi akajon deb qolsa agar admin xafa bo'lmanglar. Chunki menga pul muhim bo'lganda standartli ushlagan bo'lardim. Prosta 300 tadan keyin odamlarni boshqarish ozgina qiyin bo'ladi. Belki PropShot tavsiya berasizmi? Xudo xolasa shu hafta bitta zo'r efir qilaman. Mana shu prop kompaniyalar haqida gapirib beraman sizlarga. Xudo xolasa chiroyli bitta qilamiz, gaplashamiz, tushuncha beraman, risk menejmentni o'rgataman. Kelishdikmi? Butun savollaringizga keng to'xtab javob berishga harakat qilaman. Hozir tez javob bering. Aylam aka. 150 oylik to'lovmi? Ha.
aka 150 oylik to'lov. Ustoz qancha bu O'zbekiston tarafga kelasiz? Ustoz nasib boramiz aka. Sabs qilganlar bo'lsa tashvoringlar. Esenda bilan ishlashga nima deysiz? Fikrim yaxshi. Aka 20 dan 105 ga qilindi 3-4 kunda nima deysiz? Agar rost aytayotgan bo'lsangiz, aldamayotgan bo'lsangiz, juda ham yaxshi natija. Shundoq pullarni yechingda, bir oy maza qilib dam olib, prosta bizani ideyalarda shunchaki tomosha qilib yuring, xolos. Shuncha ishlabsiz, nima qilasiz yana risk qilib. Prosta o'zingizga dam bering. Maslahat. Kvadrat strategiyada ishlagan. Okalar o'zlaringiz chalg'itmanglar, kim nimalar deyapsizlar o'zida. Kvadrat. Okalar, bitta narsani tushuninglar. Kvadrat degan narsa, unaqa narsalar yo'q, o'zi 4 ta narsa bor. Bozor 4 ta narsadan iborat. Kelib chiqishi, kvadratlar, unaqa narsalar tushunmayman. Yo'q narsalarda ular kvadrat. Nimani aytyapsiz kvadrat deb? Range. Mana shu rangeda ham kvadrat deydi kimlardir. Flat holati deydi kimlardir, kanal deydi endi и так далее. Bozorda 3 xil holat bor. Men sizlarga aytaman. Отбой bor, пробой bor. Xo'p, отбой, пробой, yana nima? Esimdan chiqdi. Отбой, пробой va retes bor bizda. Tamom, 3 xil holat bor bozorda. Любойchasiga bu bo'lishi mumkin bizga gorizontal уровень va vertikalniy уровеньlarda bo'lishi mumkin. Va bu matematik hisob-kitoblar bo'yicha bo'lishi mumkin. Befoyda nima bo'yicha bo'lsa ham mana shu 3 xil qoida bor. Tushunarlimi? O'zlaringiz aldamanglar. Keyin nimalar deysizlar, yo'q narsalarni aytasizlar. Sayyod aka trade qilyaptimi? Da, Sayyod nomerading-ku. Analizlarim yaxshi o'xshab beryapti, communityga qabul qilasizmi? Siz analiz o'xshagani uchun men qabul qilmayman. Siz analiz o'xshagan bo'lsa, community yanada keng bizada komandaga qo'shilib ishlashni xohlasangiz, yanada o'sishni xohlasangiz, komfort zonangizdan chiqishni xohlasangiz, communityga qo'shiling. Siz analiz zo'r ishlatadigan, men communityga qo'shaman deganim emas. Sizga o'xshagan bolalar zotan menda son mingta bor. 7 yilga yaqin tajribasi bor aka. Trading View orqasida balasada qanaqa yo'qotiladi? Internetdan ko'rasizlar. Assalomu alaykum. SNRni ancha o'rgandim. Shu berayotgan ideyalaringiz bo'yicha bir oydan oshdi kuzatib boraman. Gap yo'q, zo'r zonalar belgilash bo'yicha birga bir belgilayotgan ko'rgan psixologiyasi ishlagancha o'rganingiz oshdi. Da SNR misol uchun SNR va klassika rangelarni, switchnoylarni bir-biriga bog'lab ishlatsangizlar, tamom boshqa hech narsa kerak emas. Sizlarga bozordan boshqa narsa qidirib o'tirmanglar. Aziz akani kursida o'qiganmisizda 2018-yil o'qiganman. Aka kursni Sirojiddin aka o'tadilarmi? Da, aka offline kursda joylar bormi? Offline kursda joylar bor lekin akalar, chunki qimmatda, shu uchun hali joy bor. Aka zonalardan qaysi time framedan atkat berishni o'rgating masalan. Xo'p, zonalardan atkat H1 dan kutinglar, tamom. M15 ham bo'ladi, lekin endi M15 ba'zida aldab qo'yadi-da, misol 10 tadan 4 ta aldashga tushasiz, shunda o'rtasida tushib qolsangiz, keyin ko'ra olmay qolasiz ularni. Shuning uchun H1 dan o'rganing akajon, undan keyin sekin pasaytirasiz. Aka signal kanal bormi? Ustoz kim? Siz ustozim, brat moy. Родноyim siz men ustozim. Ha, ana shu. Mana offline kurs 1500 ekan. Shunaqa. Hozir rahmat ekan kurs. Bega Sirojiddin zo'rsizlar. Biz birga boshlaganmiz, Siroj biza bitta odam okalar. Shubha qilish keragi yo'q. UJS esinglardan kattalar, конечно, UJS Aziz aka. Sizlar bilasizlar, agar biz tarix o'qiganlar biladi. Ko'pchilikda o'qiganman. Hali ham o'qiyman. Ustoz navbat qachon? Ustoz объемlar bilan ham ishlash o'rgating. Da. Prosta объемlar ham yaxshi fikr, hozircha shuni o'rganing okalar. Ko'p narsa kerak emas sizlarga. Сейчас едем, братан. Yo'q, şimdi tamam уже. Kapatıyor. Xo'p, Shoh aka bilan ham o'qiganmisiz? Ustoz TradingView'da qaysi birida analiz yoki Forex'dan aka offline kursda joylar ham bormi? Viloyatdan kelib o'qisam, albatta. Nimaga aka hammani kattalar deysizlar? Chunki kattalar yaxshi insonlar sizlar. Ana kattalar degani tipa hurmat evazidan-da, bular tipa sizlarni yaxshi ko'raman, ya'ni o'zimni o'rinimda o'zimdan ham kattaroq ko'rib gapiraman. Yosh bola emaslar, sizlarga yarimtada aytsa, sirazi ilib oladigan, okalar tillarda mana buni ko'ryapman desam, jak kirib ketadigan odamlar sizlar, misol sezguvchisizlar. Shu maqsadda sizlarga paxta qo'yib gapirish ma'nosida kattalar deb aytaman. To'g'risi, boshqa tushunmaydi, u nitolik tushunadigan joyi yo'q, faqat hurmat
uchun aytaman shu gapni, realni. Shpilkadan kirish strategiyasini o'rgatgan, yo'q, uni faqat communityga berganman. Communityda u butun xalqqa chiqarib berib qo'yadigan narsa emas u. Xafa bo'lmanglar. Feruzbek Avezov shogirdizmi? Qanday qilib Feruzbek Avezov shogirdim bo'ladi? Okalar, Feruz akalar, ular boshqa odam ko'p. 3 ta shot slif bo'lib ketdi, katta maslahat emas. Yo'nalish ayting, dalshi nima qilsa bo'ladi? Xo'p bo'ladi aka, tushundim men sizni. Xo'p, demak, 3 ta shotingiz maslahat bo'lgan, demak yo'nalish aytaman sizga. Ozgina tilladan uzoqroq yuramiz. Baribir tillada slif bo'lgansiz akajon. Community'mga kiring. Shuncha shot slif qilgansiz. $150 pulingiz yo'qmi? $150 bilan biron joyingiz kamayib qoladimi? O'shani to'lovini qiling, community'mga kiring va community'mdagi o'sha valyutni strategiya o'rgatganman, shuni o'rganing va shu strategiyam bo'yicha xudo xolasa kichkina shot oching, misol uchun deylik $100, misol uchun deylik $2 shot ochib, o'sha valyutni strategiyam bo'yicha 001 dan ochib ishlab ko'ring. 10 kun, 20 kun xudo xolasa psixologiyangiz ham joyiga tushadi va tillaga qaytib ishlashni boshlasangiz ham sekin уже tillada ham ishlab boshlaysiz. Tushundingizmi? Shu uchun tillada silif qildingiz, sraz tilla bilan o'jashmanglar. Dalshi tortib ketaveradi. Dalshi botqoqqa botib ketaverasiz akajon. Tushundingizmi? Xo'p, o'ylaymanki, siz xohlagan javobni bera oldim. Xo'p, communityga har yangi qo'shilganlarga o'rgatasizmi shpilda? Communityda o'sha har yangi qo'shilganlarga o'rgatishga harakat, lekin yangi qo'shilganlar ham belki qachon o'rgatadi deb og'zini ochmasin-da, o'sha zapisni ko'rib tursin. Keyingi streamlarda yana bir ko'rsatib o'tib beraman. Muammo emas. Communityda nimalar o'rgatiladi? Noldan boshlagan odam ham tushunadimi? Noldan boshlagan odam ham tushunadi, lekin noldan boshlagan odam communityga qo'shilsa, boshlang'ich shu bir oylar savdo qilmasdan prosta communitydan ilm olib, o'sha akalarining natijalarini kuzatib yursin, ikkinchi oyda harakat qilsin. Nimaga akalari dedim? Chunki siz undan katta bo'lsangiz ham, u sizdan soha taraflama katta-da. Shu uchun ularning natijasini ko'rib bering. Brad 303 haqida Chris. Brad 303 haqida fikrim nima deyman? Mana kanalga ham podpisanman. Endi nima deyishim mumkin? Zo'r, bizlar uchun legenda bo'lib qolaveradi. Sizlar nima desangiz ham bizlar uchun legenda shu odamlar. Brad valyutada ishlaydigan strategiya o'rgatdingizmi communityda? Albatta, o'rgatdim. Va o'quvchilarim uchuvchilardan kirib chiqyapti, ko'ryapsizlar. Hozir ham ko'rsatdim, zapisda ham ketyapti. Asliga communityda paralarda ham ishlash bo'ladi. Paralarda ham ishlash bo'ladi. Xo'p, mayli, yangi kirganlar bor shekilli, bitta ko'rsatib o'taman. Demak, xabarlar bo'limiga o'tamiz. Endi qaraydigan bo'lsak, bizda mana valyutada berilgan paramiz, ya'ni USD frankda berilgan analiz ko'ryapsizlar. Mana stop losslari primoy tepada, take profitlari pastda, dalish kutyapmiz. Mana kattalar 80 punktga reaksiya kattalar, yengil. Mana reaksiya. USD katta mana ideyalar berilgan. Bu xabarlar bo'limiga faqat biza beramiz. Opish chatlarga faqat ochiq bo'ladi. Xo'p, reaksiyadamiz kattalar. Mana. Endi zolta ekan bu. Zolta kerak emas. Kadena. Такой yengil qaraymiz. Mana Kadenada ideyani beryapti, ha? Mana Bitcoinda ideyalar bor. Tirsa oqishimiz kerak. USDCF, Kadena, ko'ryapsizlar? Communityga prosta qo'shilish kerak-da, kuzatish kerak. Tamom, realni gap aytyapman. Sizlarga kerak emas, boshlaringizni og'ritishda. 21-asrda yashayapmiz уже. Reklamani ham yomon oboraman lekin. Xo'p, demak qaraydigan bo'lsak, Kadenada mana realnida misol uchun mana fake narsani o'zi yo'q-da, mana realni haqiqatdan yuryapti, davom etyapti Kadena misol uchun. Yengil mana shu yerda oqamiz. Ssenariy chizib beriladi, ssenariy bo'yicha harakat. Mana qaysi paralarda ishlash kerakligi yozib qo'yganman. Communityga e'tiborim kuchli, lekin to'g'risi realni kuchli qilaman bundan buyog'iga. Oshirsam oshiraman, mehrimni tushirmayman. Kim nima desa ham. Chunki men komanda deb qabul qildim o'zim uchun. Shunaqa ideya qildim. Endi buni dokonsiga borishim kerak. Va mana natijalardan yana yuzda katta o'quvchilar, svejiy